Shaxsan o'zimni uyimda ishlatayotgan Kercher brendi WD2 pilsosi chegirma narxiga tushdi. Nima uchun ushbu pilsos tanlaganman? Video davomida o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin va ushbu pilsos qilgan ishni boshqa pilsoslar qila olmaydi. Sababi ushbu pilsosimiz universal pilsos hisoblanadi va o'zingiz ko'rib guvohi bo'ling. Va birinchi funksiyasi oddiy pilsos qilib ishlatishlik. Va ikkinchi funksiyasi boshqa pilsoslar uddalay olmaydigan, ya'ni xazonlar, hattoki tosh, suvlargacha qo'yib berganmiz. O'zlaring ko'rib hozir baho berishlari mumkin va o'zlaringning uylaringda pilsoslarda bu narsalarni takrorlab o'tirmanglar, sababi kuyib qolishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, hamma yoq hozirlar suvlargacha ichib berdi. Endi oddiygina mana hamma kirib baqa tushgan. Endi buni shuni to'kib olib turib boshqatdan yana ishlatsiz bo'laveradi. Amaliyotda ko'rsatib berdim, o'zlaring ko'rdilar. Endi pilsosimiz komplet keladigan bo'lsa, ko'rishingiz mumkin. Ikkita nasatkasi, ya'ni universal nasatkasi, shlankasi, trubkalari, oyog'i, chang uchun alohida filtr va uy uchun alohida qoplargacha mavjud va pilsosimiz o'zi ushbu pilsosimiz Germaniya brendi Kercher firmasi tomonidan Ruminiyada teriladi, ya'ni Yevropada va ushbu pilsosimizga 1 yil ofitsialniy garantiya beriladi va narxi siz mijozlarimiz uchun 1.370.000 $115 qilib belgilaganmiz. Kimga xuddi shunaqangi sifatli narsalar, arzon narxlar zarur bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilinglar. Bizni kuzatib boring, Smart Home sifatni tanlaganlar uchun.